Hammaga salom bolalar. Bugun o'sha dacha seriyasini davom ettiramiz. Qishloqlarga uy qurib beramiz. Hozir joy o'zgartirishlar kiritdim. 3 ta uyni o'zgartirdim. Boshdan qaysi biri sizlarga yoqdi? Raqamlab mana hop bu 1 2 3 raqamlab qo'ysalaring men aynan o'sha uy ustingizda qurib ketaveraman. Mana birinchi osmondan ko'rsataymi mana. Oddiy roq bu ham. Ko'ringlar. Bu birinchi, bu ikkinchi, uchinchi. Kommentga yozib qo'ysalaring. 1 yoki 2 deb yozib qo'ysalaring. Men o'zim ham bilib olaveraman. Qaysi uyni tanlaganlaring. Okey. Hozir uylar yana qurib qo'yaveraman. Keyin sizlar tanlaganlaringga qarab men davom etaveraman. Xo'p, nechta? 6 ta. Orqaga nechta? Orqaga ham bu yoqda 3 ta. 7 ta ekan orqaga. Kengroq qilsak bo'lmaydimi? Okey. Mana shundan boshlayveramiz ana. 1 2 3 4 5 6. Hisobim buzilib ketaveradi. 1 2 4 5 6 7. Demak 9. Ozgina uzunroq uy quramiz. Qishloqlar ham maza qilsin ozgina. O'zimcha men qishloqlarga uy qurib beryapman. Dacha stil. Ozg'in bo'lib qolmadi bu. Bosta. Ozgina ozg'in bo'lib qoldi-yu. Semirtiraylik. Davay 7 ta qo'yamiz endi. Qarasam semirib ketyapti-yu. Xo'p, etajda necha etaj qilsak bo'ladi? Bu uzunroq bo'lgan yaxshiroq. 4 5 6 7 etaj qilsak yetadi. Masjidga yetadi o'zi. Hozir uyni o'zini qurib qo'yaveraman. Kino tanlovlarga qarab uyni qurib ketaveraman u tepada. Agar yoqmasa yana boshqa joylarni o'ylab topaman. Shu 3 uydan bittasini tanlasalaring, o'shanga yarasha quraman. Lekin bitta tomni qisqaroq qilib qurish yo'lini o'rganib oldim. Bilib oldim hozir. O'shani qilib ko'raman. Tomni qisqaroq qilib qurishni. Qo'y ham turibdi. Qo'y. Kerak bo'larning vijvaniyada. Hozir lekin menga shay kerak emas. Okey. Yomg'ir ham yog'yapti. Kechqurun bo'lsa ham qiraveramiz. Tak men tvorskiyman. Tilida. Kreativman yoki. Lekin bizda tvorskiy deydi. Ko'p odam tvorskiy deymiz. Ya'ni biz yana hech narsa yo'qmiz. Hozir o'sha yangi xabarda kerak. Men endi bildim. Minecraft'ni zo'g'in ko'p o'ynagan yilim ko'p emas. Qisqaroq bo'lar ekan. Uylar bitib qolibdi. Juda rangi boshqachami? Rang tanlashda adashib qoldim. Oq rang ekan-ku. Tayyor. G'alati bo'ldi. What the fuck? Mayli endi nima hamdir. Shot endi kerak. Uxlaylik. Ikkita divan yetadi. Nima?
Kim bor? Kim bor? Kim bor? Men hech kimdan qo'rqmayman bu o'yinda. Mayli. Amoji. Libanazavr shotdi. Shuncha uy qurib, bularga aynan quribman. Voy, bularga ham aynan quribman. Hozir stroshniy bularga. Tashqariga ham 3 tomonlama aynan yetadi. Ko'pmi deyman. Aytinglar buni. 2 ta aynan yetadi desalar, 2 ta aynan. 2 ta aynan yetmaysalar, urushda turaveradi. Nima qo'yib qo'yapsan? Tashqariga chiqamiz. Bu endi bu kanalimda videolar 9 minutdan 10 minutdan o'tmaydi. Hatto 10 minutdan o'tmaydi. Chunki slab telefonda olyapman. Lekin ora-orada stream turishim mumkin. Stream shu qildim, bu o'xshamaydi nimagadir. Harakat qilib ko'rish kerak streamni yaxshilab. Ozgina bo'ldi. Voy. Уже to'xtatish kerakmi deyman video. Ну и так, ancha narsadan o'zgartirdik. Yangi uy tayyor. Sizlar просто kommentga yozsalaring bo'ldi. Nima edi? Qaysi uy stilidan foydalaning? O'zlaring yoqmayapti dedilaring. Mana sizlar uchun tayyorladim. O'zlaringga yoqqani aytinglar, men o'shani qilaman. O'zlaringga boshqasini qilaman agar yoqmadi desalaring yana. 3 ta yangicha. Qani buni tanlamaysiz, ikkitasini tanlaysiz, chunki ko'zlaringga tanish bu. Yana bilmadim. Eshik yopib qishloqlarga uy tayyor. Okey, yopamiz. Bo'ldi, yopildi. Nima kerak senga? Qo'y. Qo'yma cho'chqa. Ikkinchi uyni ham quraymi? Ikkinchi uyga vaqtim yetarmikin? Bu rangini o'zgartirib olay. Yoqmayapti. Oqroqda to'g'rimi meniki? Qani. Qo'yib ko'raydi. Ha, yo'q. Bunga mos rang yo'qmi? Yo'q. Buni. Mana. To'g'rimi? To'g'ri. Boriga shukur deb mashina qo'yib ko'raylik. Buni ham o'zgartirib qo'yaman birlar keyin. Shuni tanlasalaring. Agar. Yana bilmadim. 14. Men ko'zimni ko'ryaptimi? Rostdan nitomi? Baqora. Mos kelyapti. O'yin bir anaqaga kelib bir o'zingni. U cho'chqa bilmayman, nega matrisaga tushib qoldimi, bilmayman. Cho'chqa miyan qatib qolibdimi deyman. Qilaman par sirayapti. Like bosib, obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Mana shu videoni tugataman. Uni tanlashni unutmanglar mayda. Chunki kommentga yozib 1 yoki 2 yoki 3 deb yozib ketinglar. Bo'lmasa shu. Yoqmagan bo'lsa yoqmadi deb yozib ketaveringlar. Xafa bo'lmayman, topaman. Yaxshi. Bo'pti, valla. Like bosib, obuna bosinglar.